Bugun bomdod o'qidingizmi? Rog'ib Serjoniy. Muqaddima. Bir odam oqshom vaqti zavq-shavq bilan Alloh taoloning dinini yoyish va mustahkamlash haqidagi xayollaridan so'z ochib qoldi. Musulmonlar qachon rivojlanadi? Deb taajjub aralash yig'ilganlarga savol bera boshladi. Nimaga musulmonlar boshqalarga ergashmoqda? Nima uchun dunyoni dindan ustun qo'yishmoqda? Nima uchun? Nimaga? Deya savollarni yog'dirib tashladi. O'zini chiroyli nutqi bilan yana bir qator savollarni o'rtaga qo'ydi. O'ziga quloq tutganlarning yelkasiga ulkan vazifalarni yuklab tashladi. Tahlil, muqoyasa va xulosalarini batafsil bayon qildi. Ertasiga bomdod namozida uni namozxonlar safidan topa olmadim. O'zimga o'zim har qalay biror ishi chiqib kela olmagan bo'lsa kerak dedim. Kelasi kuni u yana namozda yo'q edi. Bundan xavotir ola boshladim. Nima bo'lganini bilishga oshiqdim. Unga rostdan ham biror korxol bo'lgan bo'lsa-chi, deya andishalandim. Uni qidira-qidira axiyri topdim. Shoshgancha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yaxshilikkami? Seni bomdod namozida uchratmadim deb so'radim. Menga bemalol va hech xijolat chekmay, meni ma'zur ko'rasan, birodarim. Alloh taolo meni ham seni ham mag'firat qilsin. Mening vaziyatim og'ir. Ishim erta kunda boshlanadi. Kechasi juda kech uxlayman. Alloh taolo kechirguvchi zot deb javob berdi. Uning so'zlari qarshisida dong qotdim. Hayratda qoldim. O'zimga o'zim savol berdim. Qanday qilib Alloh azza va jallaning farzlaridan biriga beparvolik qilgan holda Allohning dinini mustahkamlashni orzu qilish mumkin? Qalbimda bir g'alayon his qila boshladim. Nafasim siqilib, tomog'im bo'g'ildi. Nimadir qilishni istadim. Nima qilsam ekan, deya mana shu kitobni qalamga oldim. O'zimga, sizlarga va qolgan barcha musulmonlarga Alloh taolodan hidoyat so'rayman. Dinimizni aziz va mustahkam qilsin. U bunga qodir bo'lgan zotdir.